Normurod Norqobilov Bo'ron qopgan kun. Bo'ron qopgan kun asari inson hayotida uchraydigan murakkab sinovlar, ruhiy kechinmalar va ma'naviy tanlovlarni chuqur badiiy talqin qilgan asardir. Muallif bu asarda tashqi voqealar bilan bir qatorda inson qalbida kechadigan ichki bo'ronlarni ham tasvirlaydi. Bo'ron obrazi razmiy ma'noga ega bo'lib, u nafaqat tabiat hodisasi, balki inson hayotidagi kutilmagan falokatlar, ruhiy iztiroblar va keskin burilishlarni ifodalaydi. Asarda voqealar keskin vaziyatlar asosida rivojlanadi. Qahramonlar og'ir sharoitda qolib, hayot, vijdon, burch va insoniylik haqida jiddiy qarorlar qabul qilishga majbur bo'ladilar. Aynan mana shu sinovli lahzalarda ularning asl qiyofasi, sabr-toqati, irodasi va axloqiy dunyosi ochiladi. Yozuvchi insonning qanchalik mustahkam yoki zaif ekanini aynan og'ir kunlarda bilish mumkinligini ta'kidlaydi. Normurod Norqobilov asarda inson va tabiat munosabatiga ham alohida e'tibor qaratadi. Tabiatning shafqatsizligi, insonning ojizligi, ammo shu bilan birga ruhiy qudrati ochib beriladi. Qahramonlar bo'ronga qarshi kurashar ekan, aslida o'z qo'rquvlari, ichki iztiroblari va ikkilanishlari bilan ham yuzma-yuz keladilar. Asarning asosiy g'oyasi hayotda har qanday bo'ronli kun o'tkinchi ekanini, inson esa sabr, matonat va ishonch bilan eng og'ir vaziyatlarni ham yenga olishlarini ko'rsatishadi. Muallif o'quvchini hayot sinovlaridan to'g'ri xulosa chiqarishga, qiyinchiliklardan oldidan taslim bo'lmaslikka va insoniylik fazilatlarini yo'qotmaslikka chorlaydi. Bo'ron qopgan kun ma'naviy, ruhiy jihatdan boy, hayotiy haqiqatlarga asoslangan va o'quvchini chuqur mulohazaga undovchi asardir.